Barcha xayrli kech. Instagram va YouTube obunachilarimiz Nexia 2 legendarniy turibdi bu yoqda esa yaldirab, bu yoqda esa 020 Gentra'da turibdi. Motor qismina baho berasizlar. Idealni bo'lib chiqdi, xudo xolasa. Shuningdek xizmatlarimiz ham bor, kapotlari çok bo'lib turadi yuvgandan keyin. Salon qismına 5 gittim lekin salonni tuzuk qo'ydi egasi. Mashina nomerini tuzib qo'yganda salon qismini chexollardan tuzib qo'ydi. Yaldirab tutdi. 5 gittim lekin chexollarni boshim. İnşallah biz ham mashina olsak shunda deb taxlab qo'yamiz. Sizlar niyat etinglar, like'ni bosib, kommentariya fikrlarni yozib ketinglar. Ko'jalari chopki, bizga yarashib turibdi Gentra va Gentra'dan. Bagajlardan olib taxlab chiroylatib beramiz. Şöyle gölgelerimizin çamları sıyırılıp gölüp çıkadı. Yuvup sıyırıp taxlab chiroylatib berib beramiz. Kelaverasizlar, kime shunday xizmatlar kerak bo'lsa bemalol xolasanızda şöyle telefon numarasini yozib qo'yamiz. Telefonlashib kelaverasizlar bemalol. Kutib qolamiz, kelinglar. Barchaga katta rahmat. Like'ni bosishni unutmanglar. Do'stlarga tarqatib qo'ysam, yoddan chiqib ketmasin. Mashinamiz tayyor, xudo xolasa. Nomeram yorib turibdi 020 da.